Hurmatli 96-yillar. Sizlarga ham hamma 30 ga kirdinglar, deyaptimi? Kimi tug'ilgan kuni qachon bo'lsa, tug'ilgan kunidan bir kun oldin ham 30 ga kirgan bo'lmaydi, 29 yosh bo'ladi. Masalan, meni tug'ilgan kunimga 29 kun bor. Bu degani 29 kun yana 29 yoshda bo'laman degani. Dekabrda tug'ilganlar bordir. 29 kundan keyin ham men 12 dan keyin 30 ga kirmayman. Chunki sahar yaqin tug'ilganman. Sahar 5-6 larda keyin 30 ga kiraman. Sizlar ham mashina hisoblanglar. 30 ga kirding desa, "Ha, bu yil 30 ga kirdik" demanglar, siqilmanglar. Tug'ilgan kuningiz, soatingiz, minutingizga yetganda keyin 30 ga kirasiz. Hali dekabrda tug'ilganlar nima qilyapti ekan? Tug'ilgan kunimga 29 kun bor, menga aytyapti 30